Assalomu alaykum hurmatli Usta Oybek kanalimiz va Mashinkuz kanalimiz o'yinchilari. Mini Pro T2 ikkita mashinkani ko'rsatadi. Sifatiga keladigan bo'lsak, zavodskoy fabrichniy Xitoy qurilgan apparat emas. Juda ham baquvvat, qo'yni juniga solganingizda ham to'xtab qolmaydi, bosh qolmaydi. Birdaniga ikkita mashinkani ishlataveradi do'stlar. Top start funksiyalari bor. Оборотлari legirovka bo'ladi. Juda ham baquvvat ishlangan, ikkita mashinkani ko'taradi. Mashinkani qo'ydi jun olayotganingizda bu mashinkalar Ustoybek tekshiruvini o'tgan kesib olmaydi, boshqa qilmaydi. Ko'p mijozlarimiz ishlatishyapti. Juda ham sifatli, 1 yil garantiyasi bor. Eng qizig'i bu blok pitani qo'yganlar bilan nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, zamekana gaz tashish zashitalari bor. Ya'ni kabel qisib qolsa, qarab turib, avtomatik o'zi o'chirib qo'yadi. Mashinka qizilmasa, boshqa bo'lsa, kabel yurilsa, o'zi avtomatik o'chirib kontrol qiladi mana. Eng qizig'i, mashinka qisib netda bir narsa bo'lsa ham o'zi avtomatik o'chirib qo'yadi. Mana zashitasi bor, qarab turinglar. Mana qisib qoldi, zashita ishladi, o'chirdi. Bu degani nima degani? Mashinkangiz motori kuydirtirmaydi. Sal xatolik bo'lsa o'zi avtomatik o'chirib qo'yadi. Software funksiyalari bor, оборотлari legirovkalar, zamekana zashitalari bor. Bu degani sizga mashinka juda ham uzoq muddat bemalol xizmatini qilaveradi degan, qanaqadir nosozlik bo'lsa o'zi avtomatik o'chiradi do'stlar. Juda ham baquvvat ishlangan, ikkita mashinkani ko'tarib bemalol ishlataveradi. Оборотda qolgan legirovkangizga qo'yib ishlataverasiz. Ichida konstruksiya juda ham sifatli, Malayziyadan keladi, shu yerda sborka qilib teriladi. Hamma yo'g'i zavodskiy, Xitoy detal qo'yib boshqa narsa qo'yilmagan. Juda ham garantiyali Mini Pro T2 1 yil kafolati bor. Ko'rdilaring o'zi nimaga qodirligini. Ikkita mashinkani ko'taradi, zamekanaga zashitalari bor. Juda ham sifatli ishlangan. Mashinkuz Telegram kanalimizga o'tsalaring, o'sha yerda batafsil ma'lumotlar bor. Qo'ydi jun olayotganlar bor. Eng qizig'i, Ustoybek tekshiruvini o'tgan mashinkalarda qo'ydi kesib olmaysiz, boshqa qilmaysiz do'stlar. Zavodskoy fabrichniy ishonchli mashinkalar. Demak, Ustoybekdan yangiliklar kuzatib kanalga obuna bo'lib peshingizdan chiqmasin. Mashinkuz Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar bor. Instagram kanalimizga kirib o'sha ham obuna bo'linglar. Bo'ling obzorlarni qo'yib boryapmiz do'stlar. Sizga ham rahmat aka. Mashin u qo'y yog'langanmi, yog'lanmaganmi? U farqi yo'q bizga. Любойni olib ketaveramiz. U maygacha kutish kerak, unaqa degan narsa yo'q. Любой vaqt chaqirsa, любой vaqt borib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Men shu apparatni olib ishlatganman. Buni ham olib ishlatganman. Faqat aldanganman. Bular yaxshi olmaydi. Rolov. Maza qilmay solib. Lekin men uni olib keldim, zo'r ekan, do'shi ekan, gap yo'q. Xizmatni Alloh mukofotlasin Oybekjonni. Bismillahirrohmanirrohim.
Hem shu 200 istomidan zakaz qilingan. Qo'lini olib ko'ringlar. Ishinglar oson bo'ladi. 21-asrda yashayapmiz. Qaysini to'xtatinglar endi, o'tinglar. Oybek aka, mana apparatingiz, mashinangiz zo'r ishlayapti. 1 yil kafolash bergan sizlarga. Kundan beri bexato ishlatyapmiz mana. Olishlari zo'r. Tiq degan narsa yo'q-da. Mana apparat zo'r ishlayapti.